Master huquqda onlayn darslar 11-sinf davlat va huquq asoslari o'quv dasturi 15-mavzu boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar. Shu mavzumizda korrupsiya va uning belgilari, korrupsiyaga olib keladigan holatlar, pora olish va pora berish, pora olish va pora berishda vositachilik qilish va shu haqidagi ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Demak, hokimiyat deganda ma'lum bir vositalar, ya'ni iroda, nufuz, huquq, majburlov, siyosiy hukmronlik, davlat organlari tizimi orqali insonlar faoliyatiga, xulq-atvoriga ta'sir etish qobiliyati va imkoniyati tushuniladi. Demak, hokimiyat deganda nima tushuniladi degan mazmundagi atamalar bilan bog'liq bo'lgan savollar bo'lib qolishi mumkin. Aynan shu 11-sinf darsligimizning 81-betidagi ma'lumotga e'tibor qaratishimiz kerak. Asosiy qonunimiz konstitutsiyaviy tuzum asoslarini mustahkamlagan holda O'zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati Prezident, Oliy Majlis, Vazirlar Mahkamasi hamda respublika sudlari tomonidan amalga oshirilishini belgilab bergan. Davlat hokimiyatining oliy organlari esa joylardagi hokimiyat organlarini shakllantiradi. O'zbekistonda davlat hokimiyati qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud tarmoqlariga bo'lingan holda amalga oshiriladi va bu to'g'risida biz Konstitutsiyamizda 11-moddasida mustahkamlangan prinsip orqali ham bilamiz. Davlat hokimiyati organlari mansabdor shaxslardan tashqari mulkchilik shaklidan qat'iy nazar korxona, muassasa va tashkilotlarda o'z faoliyatini amalga oshiruvchi mansabdor shaxslarning nojo'ya xatti-harakatlari ham jinoyatga tortilishi mumkin. Korxona, muassasa va tashkilotlardagi mansabdor shaxslarning faoliyati boshqaruv funksiyasi berib qo'yilgan ichki organlar doirasida ham olib boriladi. Hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish jinoyati. Demak, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish jinoyati bu boshqaruv tartibiga qarshi jinoyat hisoblanar ekan. Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish jinoyatining obyekti nima? Ya'ni ushbu jinoyat nimaga qaratiladi degan savol bilan murojaat qilganimizda e'tibor qarating, obyekti davlat hokimiyati, boshqaruv va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining normal faoliyat ko'rsatishini ta'minlaydigan ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi. O'zi avvalgi darslarimizda ma'lum, o'sha jinoyat tarkibining elementi hisoblangan jinoyat obyekti, ya'niki jinoyat nimaga qaratiladi deganimizda ijtimoiy munosabatlarga qaratiladi deb aytgan edik. Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish jinoyati esa demak davlat hokimiyati boshqaruv tartibiga va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining normal faoliyatini ko'rsatishini ta'minlaydigan ijtimoiy munosabatlar obyekt hisoblanar ekan. Xo'p, jinoyat obyektiv tomondan 3 ta muqarrar belgidan iborat. Ya'ni bu jinoyatning obyektiv tomonlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu jinoyat qanday sodir bo'ladi, qanday xatti-harakat natijasida vujudga keladi? Ana shu savollarga javob topishimiz mumkin. Demak, 3 ta muqarrar belgidan iborat. Shaxsning o'z mansab vakolatidan foydalanishi ko'rinishidagi qilmish, fuqarolarning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoki davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy zarar yetkazish shaklidagi jinoiy oqibatlar, qilmish hamda kelib chiqqan jinoiy oqibatlar o'rtasida sababiy bog'lanishning mavjudligi. Aynan jinoyat obyektiv tomondan shunday belgilardan iborat bo'lar ekan. Mansabdor shaxsning o'z mansab vakolatidan foydalanishi ikki xil shaklda bo'lishi mumkin. Birinchisi hokimiyat vakolatini, ikkinchisi esa mansab vakolatini suiiste'mol qilish shakllarida namoyon bo'ladi. Hokimiyat vakolati va mansab vakolatini suiiste'mol qilish shakllarida namoyon bo'ladi. Xo'p, shu o'rinda hokimiyatni yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, ya'ni davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsining o'z mansab vakolatlaridan qasddan foydalanishi, fuqarolarning huquqlariga yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoki davlat yoki jamoat manfaatlariga ziyon yetkazilishi hisoblanar ekan. Mana shu jinoyatning tavsifi bilan alohida tanishib chiqib, ularni yodlab olish zarur. Xo'p, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilishning subyektiv tomoni esa ehtiyotsizlikdan ifodalanadi desak, bu xato bo'ladi. Demak, subyektiv tomondan ehtiyotsizlik orqasida sodir etilmaydi. Albatta, shu hokimiyat yoki mansab vakolatiga ega bo'lgan shaxs bu qilib turgan qilmishini bilib turib, ya'ni qasddan sodir etadi. Har doim bu jinoyat subyektiv tomondan qasddan sodir etilar ekan. Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilishning obyektini o'rgandik. Obyektda shu boshqaruv tartibi, fuqarolarning huquq va erkinliklariga nisbatan qaratilishi mumkin ekan. Davlat tomonidan belgilab berilgan organlarning normal faoliyatini ifodalovchi ijtimoiy munosabatlar obyekt bo'lar ekan.
Obyektiv tomondan xuddi shunday shakllarda hokimiyat vakolatlarini yoki mansab vakolatlaridan foydalanib shu xatti-harakat yoki qilmish sodir etishda ifodalanar ekan. Subyektiv tomon esa har doim qasddan sodir etilar ekan va subyekti kim bo'ladi degan savol shu o'rinda yuzaga chiqadi. Jinoyat kodeksining 17-moddasidan ma'lumki, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish jinoyatining subyektiv tomoniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qasddan sodir etiladi. Subyekti esa albatta aqli raso jismoniy shaxs bo'ladi. Yoshi esa albatta 18 yoshdan boshlanadi. Chunki 18 yoshgacha bo'lgan shaxslarga, voyaga yetmaganlarga qandaydir hokimiyat vakolati yoki mansab vakolati tabiiyki berilmaydi. Demak, bu jinoyatlarning subyekti har doim 18 yoshga to'lgan aqli raso jismoniy shaxslar bo'ladi. Shu jihatiga ham alohida e'tibor qarataylik. Mana 4 ta elementini biz aniqladik. Jinoyat motivlari qilmishning huquqiy baholanishiga va jinoiy javobgarlikka o'z ta'sirini ko'rsatmaydi. Xo'p, motiv yoki maqsad ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'niki motiv yoki maqsad jinoyatni kvalifikatsiya qilishda ahamiyat kasb etmaydi. Avvalgi mavzularda shunday o'rganardik. Esingizda, kvalifikatsiya qilishda ahamiyatli emas. Ya'niki qilmishni tavsiflashda, unga huquqiy baho berishda yoki javobgarlikka ta'sir qilmaydi. Ya'niki nima maqsadda sodir qilding? Shu og'ir oilaviy sharoitim bordi, shu maqsadda sodir qildim deb aytadigan bo'lsa yoki shu og'ir oilaviy sharoit motiv bergan bo'lsa, uni undagan bo'lsa shu ishni, shu qilmishni sodir etishga, bu javobgarlikni yengillashtirishga sabab bo'lmaydi. Ya'ni huquqiy baho berishda, ya'ni kvalifikatsiya qilishda ahamiyatli emas bo'lar ekan mana shu jinoyatda albatta. Demak, avvalgi mavzularda kvalifikatsiya qilishda ahamiyat kasb etmaydi deb yozilgan. Bu mavzumizda esa mana haqiqiy o'zbekcha so'zlar bilan yozilyapti. Jinoyat motivlari qilmishning huquqiy baholanishiga va jinoiy javobgarlikka o'z ta'sirini ko'rsatmaydi. Huquqiy baholanishi va jinoiy javobgarlik bu kvalifikatsiya qilish deb aytsak bo'lar ekan. Mansabdor shaxsning mansab mavqeidan kelib chiqqan va bu shaxs egallagan lavozimi vakolatiga berilgan huquq va majburiyatlarni amalga oshirish bilan bog'liq. Biroq o'z mazmuni bo'yicha tegishli organning faoliyat olib borishidan ko'zlangan maqsad va vazifalariga zid keluvchi harakatlarni mansab vakolatini suiiste'mol qilish deb tavsiflanar ekan. Xo'p, mansabdor shaxsning o'z mansab mavqeidan fuqarolar, jamiyat va davlat manfaatlariga qarshi qasddan foydalanishi esa hokimiyat vakolatini suiiste'mol qilish deb ataladi. Demak, mansab vakolatini suiiste'mol qilish bu nima? Hokimiyat vakolatini suiiste'mol qilish bu nima? Albatta, bular bir-biriga o'ta yaqin tushunchalar. Bularni biz bir-biridan farqlab olishimiz kerak va bularni bir-biridan farqlab olish uchun darslik kitobimizda 82-betida hamda 83-betida turgan atamalarga, tavsiflarga alohida e'tibor qaratishimiz zarur bo'lar ekan. Xo'p, aynan boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlarda yana shunday jinoyatlar borki, bu pora olish yoki pora berish jinoyatlari ham bu boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar hisoblanadi. Obyektiv tomondan pora olish, ya'ni davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsining o'z xizmat mavqeidan foydalangan holda sodir etilishi lozim yoki mumkin bo'lgan muayyan harakatni pora berayotgan shaxsning manfaatlarini ko'zlab bajarishi yoki bajarmasligi evaziga shaxsan o'zi yoki vositachi orqali qonunga xilof ekanligini bila turib moddiy qimmatliklar olishi yoxud mulkiy manfaatdor bo'lishida ifodalanadi. Ya'ni bu jinoyat qanday sodir etiladi degan savolga javob beryapmiz. Demak, biz nimani aytyapmiz? Jinoyatning obyektiv tomonini aytyapmiz. Bilamizki, shu darslik ma'lumotlarimizda obyektiv tomondan sodir etilsa, ma'lumotlar mana ifodalanadi deb tugaydi deb aytdik. Demak, mana ifodalanishi xuddi shunday shaklda bo'lar ekan, ya'ni obyektiv tomondan xuddi shunday tarzda sodir bo'lar ekan. Pora olish jinoyatining obyektiv tomoni. Albatta, pora olish ehtiyotsizlik orqasida sodir etilmaydi. Har doim to'g'ri qasd bilan sodir etiladi. Korrupsiya nima? Korrupsiya so'ziga e'tibor qaratamiz. Korrupsiya hokimiyat va boshqaruv asoslarini yemiradigan, uning aholi oldidagi obro'siga putur yetkazadigan, fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlariga daxl qiladigan, xavfli jinoiy hodisaning nisbatan ko'p tarqalgan va o'ziga xos hodisasi hisoblanar ekan. Pora faqat nohaqlik va zolimlarga yordam beruvchidir deya Mahmud Zamaxshariy aytib o'tgan. E'tibor qarating, nohaqlik va zolimlarga yordam beruvchidir deya Zamaxshariy aytgan. Pora haqida so'z yuritgan yana bir shaxs bor. Mana pora o'nglanib ketgan ishlarni buzadi, bitayotgan ishlarni barbod qiladi deb Yusuf Xos Hojib aytgan.
Pora to'g'risida shu darslik ma'lumotlarimizda ikki kishi so'z yuritgan. Biri Zamaxshariy, biri Yusuf Xos-Hojib. Adashtirib yuborish ehtimoli juda ham yuqori. Nohaqlik u zolimlarga xizmat qiluvchidir deya Zamaxshariy aytgan ekan. O'nglanib ketayotgan ishlarni buzadi, bitayotgan ishlarni barbod qiladi deb Yusuf Xos-Hojib aytgan ekan. Shu jihatlarni ham bilib qo'yishimiz shart. Demak, pora olishning obyekti nima hisoblanadi? Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining o'rnatilgan tartibi hisoblanar ekan. Chunki bu boshqaruv tartibiga qarshi jinoyat. O'zi boshqaruv tartibiga qarshi jinoyat deb aytdikmi, shu o'rinda ma'lumki, bu jinoyatning obyekti boshqaruv tartibini ifodalaydigan ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi. Xo'p, qonun sharhlayotgan jinoyat predmetini mansabdor shaxsning o'z xizmat mavqeyidan foydalangan holda sodir etishi lozim yoki mumkin bo'lgan muayyan harakatni pora berayotgan shaxsning manfaatlarini ko'zlab bajarishi yoki bajarmasligi evaziga shaxsan o'zi yoki vositachi orqali qonunga xilof ekanligini bila turib moddiy qimmatliklar olish yoki mulkiy naf ko'rish tushuniladigan pora atamasi bilan belgilanadi. Har qanday moddiy qimmatliklar, pul, xorijiy valyuta, qimmatbaho buyumlar, qimmatli qog'ozlar, oziq-ovqat yoki sanoat mahsulotlari yoki boshqalar poraning predmeti bo'lishi mumkin. E'tibor qarating, bu yerda mana predmetlarni biz pora olish jinoyatining obyekti deb atamayapmiz. Nima deyapmiz? Poraning predmeti deb atayapmiz. Xo'p, yoki qasddan odam o'ldirishning predmeti pichoq bo'lishi mumkin, to'pponcha bo'lishi mumkin. U predmet, u hech qanaqa jinoyat tarkibiga ta'sir qiladigan narsalar hisoblanmaydi. Har qanday moddiy qimmatliklar albatta poraning predmeti bo'lishi mumkin. Pora olishning subyektiv tomoni esa yuqorida aytib o'tdik, bu albatta to'g'ri qasddan sodir bo'ladi. Aybdor, ya'ni pora oluvchi moddiy qimmatliklar yoki mulkiy foyda unga o'zining xizmat mavqeyidan kelib chiqib pora beruvchi manfaatida biror bir harakatni sodir etish yoki sodir etmaslik uchun pora sifatida berilayotganligini anglaydi va buni xohlaydi va shunday yuz berishini istaydi. Demakki, bu to'g'ri qasddan sodir etilganligini ifodalaydigan jumlalar hisoblanadi. Pora berish jinoyatining obyekti va predmeti pora olish jinoyatining tarkiblari bilan bir xil. Ya'ni biz nima to'g'risida gaplashyapmiz? Pora berish bilan pora olishning obyekti va uning predmetlari bir xil. Bir tomonda pora beruvchi bor, ikkinchi tomonda pora oluvchi bor. Ikkalasi ham jinoyatchi, ikkalasi ham turli moddalar bilan javobgarlikka tortiladi. Lekin bu ikki jinoyatning obyekti bir. Obyekti o'sha boshqaruv tartibi. Ikkala jinoyatning ham obyekti boshqaruv tartibi hisoblanadi. Predmeti esa o'sha deylik qimmatbaho sovg'a, deylik zargarlik buyumlari, tilla. 100 gram tilla pora sifatida berilyapti, tasavvur qiling. Pora beruvchi shu 100 gram tillani beryapti, pora oluvchi shu 100 gram tillani olyapti. Demak, predmet qarang, ikkita jinoyatda bir xil. Obyekt, ikkalasi ham boshqaruv tartibiga qarshi jinoyat. Ikkala jinoyatning ham obyekti bir xil hisoblanadi. Va subyektiv tomondan ham bular bir xil hisoblanadi. Albatta, chunki sababiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ikkalasi ham baribir ham to'g'ri qasdda sodir etiladi. Endi jinoyat obyektiv tomondan, ya'ni pora berish jinoyati obyektiv tomondan mansabdor shaxsga bevosita yoki vositachi orqali pora berishda ifodalanadi. Qarang, obyektiv tomondan yana takrorlab aytaman, qanday sodir bo'lyapti shu jinoyat? O'zi bevosita yoki biror bir vositachi orqali mansabdor shaxsga pora berishda ifodalanadi deb aytilyapti. Pora berish mansabdor shaxsning o'z xizmat mavqeyidan foydalangan holda sodir etishi lozim yoki mumkin bo'lgan muayyan harakatni pora bergan shaxsning manfaatini ko'zlab bajarishi yoki uning mulkiy manfaatdor etilishidan ifodalanadi. Pora olishni obyektiv tomonini teskari qilib aytadigan bo'lsak, bu demak pora berishning obyektiv tomoni hisoblanadi. Demak, o'sha pulni olishda ifodalanadi, shu moddiy qimmatliklarni olishda ifodalanadi deb aytsak, bu pora olishning obyektiv tomoni. O'sha moddiy qimmatliklarni biron bir manfaatni ko'zlab berishda ifodalanadi deb aytadigan bo'lsak, bu pora berishning obyektiv tomoni hisoblanadi. Xo'p, yolg'on vositachi, ya'ni mansabdor shaxsga pora berish zarurligini ro'kach qilib birorta odamdan pora olgan, biroq aldash yo'li bilan uni o'zlashtirgan shaxs firibgarlik uchun javobgarlikka tortiladi. Pora bergan shaxsning harakatlari pora berishga suiqasd qilish sifatida kvalifikatsiya qilinadi. Mana shu qismiga e'tibor qaratamiz. Juda muhim qismi, juda qiziq qismi hisoblanadi.
Hop, tasavvur qiling, bu yerda 3 ta shaxs bor. A shaxs, B shaxs hamda C shaxs bor. Mana bu yerda C shaxs bu kim? Bu mansabdor. Bu mansabdor. Mana bu yerdagi B shaxs esa pora olish berishda kim? Vositachi. Mana bu A shaxs esa bu kim? Pora beruvchi. Ya'niki bunga xizmat kerak. Xo'p, bu pora oluvchi. Bu yerda vositachi. Ishni kim hal qiladi shu yerda? Xizmatni mana bu C shaxs ko'rsatadi. Beruvchi pora beradi. Vositachi esa bu porani A shaxsdan olib C shaxsga yetkazib beradi. Demak, bu qaysi jinoyat bo'yicha javobgarlikka tortiladi? Boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlarning yana bir turi borki, bu pora olish berishda vositachilik qilish. Bu vositachilik qilish bilan javobgarlikka tortiladi. Endi tasavvur qiling, A shaxs ishga kirmoqchi. Bu A shaxsni davlat organiga ishga qabul qiluvchi shaxs esa C shaxs hisoblanadi. A shaxs bilan B shaxs deylik tanishib qoldi. A shaxs aytayaptiki, xullas Ali aytayapti Botirga, Ali Botirga aytayapti, "Xo'p, men shu sizlarni ishxonalaringga, korxonalaringga ishga kirmoqchiman." Korxona, e'tibor qarating, korxona bu davlat ishtirokidagi korxona bo'lishi kerak. Davlat ishtirokida. Chunki bu boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar. Deylik, meni o'quv markazim bor. Bu xususiy o'quv markaz, hech qanday o'quv markazimda davlatning boshqaruvi yo'q. Menga 10 million so'm kimdir pul beradigan bo'lsa, uni ishga olaveraman. Bu hech qanday davlatga qarshi jinoyat hisoblanmaydi. Men u pora olayotgan bo'lmayman, u shaxs esa pora beruvchi bo'lmaydi. Bu jinoyatlarning har doim subyektlari shu davlat mansablari bilan, deylik, davlat organlari yoki davlat ishtirokidagi biror bir korxona, tashkilot, muassasalar bilan bog'liq bo'ladi. Xo'p, Ali Botirga aytayapti. Xo'p, Suhrob rahbarlik qilayotgan davlat organiga yoki davlat ishtirokidagi tashkilotiga ishga kirmoqchiman deb. Botir aytayaptiki, so'rab ko'raman deyapti. Bordida Suhrobni oldiga, yo'q, bormadi. Suhrobni oldiga bormadi. Suhrob Alini ishga olaverardi. Chunki bu yaxshi kadr. Bu aytayaptiki, keyin shuni Botir bilib qoldi, Aliga aytayapti. Suhrobga pora berishimiz kerak ekan. Suhrobga nima berar ekanmiz? Pora berishimiz kerak ekan. Pul beradigan bo'lsak, Ali seni ishga olar ekan deb aytayapti. Lekin Botir Suhrob bilan gaplashgani yo'q hali. Tushunyapsiz-a? Bu kim? Yolg'on vositachi. Xuddi buni pora so'rayapti deganday qilib Aliga ma'lumot yetkazyapti. Tushunyapsiz-a? Xo'p, bu yolg'on vositachi. Albatta mana shu bu porani beryapti. Bu esa uni o'z maqsadlari yo'lida nima qildi? O'zlashtirib yubordi. Xo'p, bular qaysi jinoyatlar bo'yicha javobgarlikka tortiladi degan savolni o'rtaga tashlaymiz. Pul Suhrobga yetib bordimi? Suhrobning umuman xabari yo'q bu yerda. Chunki bu yerda o'rtada yolg'on vositachi borda. Ali o'ylayaptiki, Suhrob pul so'rayapti, lekin Ali pulni Botirga berib yuboryapti. Bu yerda vositachilik qilgandir. Endi pulni Botirni o'zi o'zlashtirib yubordi. Xo'p, buni qaysi modda bo'yicha javobgarlikka tortamiz? Endi buni qilmishini qaysi modda bo'yicha kvalifikatsiya qilamiz desak, e'tibor qarating. Bu pora olish berishda vositachimi endi? Yo'q. Bu yolg'on vositachi. Vositachi bo'lsa bundan olib bunga berish kerak edi, lekin bundan olib o'zi ish o'zlashtirib yubordi. Hech qanday nima qilmadi? Ishlatmadi. Bunga Suhrobga olib borib bermadi. Pora olish bori, berish yo'q. Pora olish berishda vositachi bo'la olmaydi bu yerda. Endi qaysi jinoyat bo'yicha kvalifikatsiya qilamiz buni? Harakatini firibgarlik bo'yicha. Seni ishga oladi deb buni aldov yo'li bilan o'zgani mulkini nima qildi? Talon-taroj qildi. Demak, bu firibgarlik bo'yicha javobgarlikka tortiladi. Botir yolg'on vositachilik firibgarlik bo'yicha javobgarlikka tortiladi. Alichi suvdan quruq chiqadimi? Ali pora bermoqchi edi. Pora berishda javobgarlikka tortiladi. Endi e'tibor qarating. Pora berish jinoyati qachon tugallangan jinoyat deb hisoblanadi? Pora berish jinoyati qachon tugallangan deb hisoblanadi? Alini pulini Suhrob olgan paytda bu qilmish, bu jinoyat tugallangan deb hisoblanadi. Alini pulini Suhrob oldimi? Olmadi-ya. Alini pulini Suhrob olmadi-ku, Suhrobning vobshe xabari yo'q endi bu yerda. Ali qanday javobgarlikka tortiladi, qanday kvalifikatsiya qilinadi buni harakati desa, pora berishda suiqasd qilish deb topiladi.
Suiqasd bu nima? Jinoyat o'ziga bog'liq bo'lmagan holda tugagan. Tushunyapsan? Ya'ni amalga oshmasdan turib yakunlangan jinoyat. Ya'niki qachon amalga oshgan bo'lardi, qachon tugardi? Suhrobga pul yetib borsa, suhrob o'sha pulni olsa. Lekin alini puli suhrobga yetib bormadi. Demak, jinoyat hali tugallanmagan, lekin yakunlangan. Tugallangan jinoyat deb topilmayapti-da bu yerda suiqasd qilyapti. Demak, bu pora berish bilan javobgarlikka tortilmaydi. Pora berishda suiqasd qilish bilan javobgarlikka tortiladi. Albatta, ikkalasi ham bir xil moddada. Suiqasd qilish ham yoki pora berish ham hammasi bir xil. Tugallansa ham, tugallanmasa ham baribir bir xil jinoyat bilan, baribir bir xil modda bilan kvalifikatsiya qilinadi. Lekin baribir ham bu suiqasd qilganligi uchun, pora bunga yetib bormaganligi uchun, shunchaki suiqasd qilish uchun kamroq jazo olishi mumkin, lekin baribir jazo oladi. Nima uchun? Chunki pora bergan. U pul suhrobga yetib borgan bo'lmasa ham. Demak, bu shu yerda firibgarlik, bu esa pora beruvchi bo'lib qoldi. Bu yerda pora oluvchi yo'q. Pora oluvchi yo'qki, demak bu jinoyati tugallanmagan, suiqasdda qolib ketgan xolos. Tushunarlimi? Xo'p, pora bermoqchi edi-ku baribir suiqasd bo'lib qoladi. Ana shu qismiga alohida e'tibor qaratib qo'yishimiz kerak. Pora berish orqali harakat yoki harakatsizlikka erishish uchun boshqa shaxsga pora taklif etgan shaxs pora beruvchi sifatida javobgarlikka tortiladi. Pora evaziga ma'lum harakatlarni bajarishga kelishgan shaxs va porani topshirgan shaxs pora berishda ishtirokchilar sifatida javobgarlikka tortiladi. Xo'p, pora oluvchi va beruvchidan farqli ravishda vositachi moddiy qimmatliklar va boshqalar evaziga o'z manfaatlari yo'lida mansabdor shaxs bilan bir harakatni bajarish yoki bajarmaslik uchun harakat qilmaydi, balki faqatgina pora oluvchi ko'rsatmasi bilan pora predmetini bevosita beradi. Pora olish berishni tashkil etuvchi shaxs dalolatchilik yoki yordamchilik qilib, bir vaqtning o'zida vositachilik qilsa, pora bergan yoki olganlikda ishtirokchilik qilganligi uchun javobgarlikka tortiladi. Mana bu alini ishga kiritish uchun Botir vositachilik qilib, aliga o'zi taklif bergan bo'lishi mumkin. Pora bersang seni ham ishga oladi deb Botir vositachi va alini nima qilyapti? Qiziqtiryapti jinoyat sodir etishga. Demak, bu yerda ham dalolatchi bo'lib qoladi. Pora berishda ham vositachilik bo'yicha javobgarlikka tortilishi mumkin ekan. Shu, agar buni qiziqtirgan bo'lsa, ishtirokchilik bilan pora berishda ishtirokchilik qilgan deb ham, demak, dalolatchi bo'lgan deb ham javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida aytib o'tilyapti. Subyektiv tomondan jinoyat albatta to'g'ri qasd bilan sodir etiladi. Aybdor uning harakatlari pora olish berish haqidagi kelishuvga erishish hamda pora oluvchi va beruvchining topshirig'i bilan pora berishga yo'naltirilganligini biladi hamda buni xohlaydi. Ya'niki to'g'ri qasddan sodir etilganligini ko'rib turibmiz. Xo'p, va yana bir jihatiga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Ali bu yerda suhrobga pora taklif qildi, lekin bu taklifni suhrob qabul qilmadi. Ali baribir ham o'sha jinoyat bo'yicha javobgarlikka tortiladi. Bunda ham suiqasd qilishda topiladi, chunki bu hali porani olgani yo'q. Yoki deylik, suhrob Alidan pora talab qiladigan bo'lsa, lekin Ali porani bermagan bo'lsa ham, suhrob javobgarlikka pora olish uchun javobgarlikka tortiladi baribir. Toki u porani olmagan, lekin nima bo'ldi? Shuni olishga qasd qildi. Demak, suiqasd qilish deb pora olishda javobgarlikka tortilishini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu pora olish, berish, unga vositachilik qilish yoki hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish bu albatta boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar hisoblanar ekan. Misol uchun hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilishga bir yaqqol misol aytadigan bo'lsak, deylik, biron bir mansabga ega bo'lgan, hokimiyat vakolatiga ega bo'lgan shaxs avtomobil haydab ketyapti va avtomobil haydab ketayotgan paytda dan xodimi uni avtomobilini to'xtatdi. Men vazirman, men deputatman yoki men hokimman, sen meni nimaga to'xtatyapsan? Unaqa qilaman, bunaqa qilaman. Meni kimligimni bilmaysanmi deb qarang, o'zini mansab vakolatini suiiste'mol qilyapti. Tushunyapsiz? U kim bo'lishidan qat'iy nazar qonun oldida hamma bir xil. Demak, ana shu paytda hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bilan u javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar edi. Master huquqda onlayn darslar 11-sinf davlat va huquq asoslari o'quv dasturi 15-mavzu.